Bilməsəniz bo'lmaydigan vaqti kelganda hayotingizni qutqizadigan sog'lomlik savotlari. Birinchi, badanning yermi tuyuqsiz palach bo'lib qolish. Mayli mengiga qon tushishdan bo'lsin va yoki qon to'silishdan bo'lsin, og'zi yoki ko'zi maymoq ketishdek ahvol ko'rilgan hamon bemorning quloq yumishig'ining eng ostingi qismini yengni bilan teshib, har bir tarafdan bir tomchidan qonni siqib chiqarib etamiz. Bemor shu hamon saqiydi va saqaygandan keyin boshqa kasallik asoratlari qolmaydi. İkinci, ushtumduk yurak kesiri qo'zg'alib qolgan chaqda darhol bemorning paypog'ini soldirib, yengni bilan putning 10 barmoqini teshib, har birisidan bir tomchidan qonni siqib chiqarib bo'lmayla, bemor hushiga keladi. Uchinchi, mayli ziqqa, dam siqilish kesili yoki bo'g'iz yallig'i bo'lsin, bemor nafas chiqara olmay qiynalib, ko'kirib ketgan bo'lsa, yengni bilan burnining uchini teshib, 2 tomchi qora rangli qonni siqib chiqarib olsakla, bemor shu hamon yaxshi bo'lib ketadi. Şunun bilan bir vaqtda doktorga apirishni unutib qolmang.